30 kunlik challenge ikkinchi dars. Xo'p, ishni avvalo logotip joylashtirishdan va banner joylashtirishdan boshlab olamiz. Videoning o'ng pastki burchagida chiqadigan rasmni ham joylab olamiz biravloq. Bilan joylab olganimizdan so'ng kanal nastroykadan kanal bo'limini topib hamda unga kanal uchun kerakli bo'ladigan kalit so'zlarni kiritib olamiz. Ключное слово deydi. Tarjima qilib olishimiz mumkin. O'zbek tiliga osonroq bo'lishligi uchun albatta. Hamda ularga tayyor kanaldagi tayyor hashtaglarni joylab saqlashni bosib yuboramiz va uni tekshirib olamiz joylanganligini hamda bu yerdan ikkinchi kategoriyaga o'tib turib, yo'q bolalar uchun belgilanmagan, ya'niki bolalar uchun atalgan videolar почти yo'q, umuman yo'q hisobida degan, deyarli yo'q degan o'rtadagi toifasini belgilab qo'yamiz ushbu bo'limdan. O'zimizning foydamiz uchun bu albatta. Xo'p, 3-bo'limni tanishtirgandik, kanal tarixi bo'limi. Bu ikkinchi toifasi. Nomer biriktirgandan so'ng 3-toifasi esa kimlardir avtomatik ravishda o'z ovozi va jonli video qiladiganlar uchun, ya'niki o'zini kamerada ko'rsatib video qiladiganlar uchun tez orada bir haftadan bir oygacha muddatda adashmasam avtomatik yonib beradi. Qolganlar esa nima deydi? Ma'lum bir pul evaziga yoqtiriladi. Xo'p, Gmail biriktirib qo'yamiz kanalga albatta, bu kerak bo'ladi. Bu yerda xo'p, kanalni tavsiflang deyapti. Qanday ma'lumotlar, qaysi toifadagi kanallar materiallar joylashtiriladi degan ma'noda uni kiritib olamiz va keyinchalik o'zgartirish ham mumkin. YouTube Studio va YouTubening o'zidan ham. Xo'p, video ruxsatlarda qaysi akkauntlarga ruxsat berilgani va video yuklanmoqda degan o'sha bo'lim orqali kanal uchun tavsif, boyagi joy, hozir kirib chiqib ketgan joyimiz hamda hashtaglarni yozib olamiz, donalab. Pastida taglarni, bular o'sha nastroykadagi yozilishi kerak bo'lgan joylar. Kanalni aktivligini ushlab turish uchun kerak bo'ladi. Stabilniy aktivligini ushlab turish uchun kerak bo'ladi. Bularni ham o'sha donalab kiritib olamiz. Eng topovidagi turadigan shu hashtaglardan foydalanasiz. Shtugini ko'rsatgan nechtagacha yozish mumkinligini albatta saqlashni bosib qo'yib, YouTube kanaliga o'tib olamiz. YouTube platformasiga o'tib olamiz va ilk bir video yuklab ko'ramiz testoviy rejimda. Bizda mana shu videoni mos ko'rdik. Aynan kanal nomiga ham yaqinroq har holda. Biroz загрузка qiladi albatta. Qarabski, xo'p, filtrni jonli filtrga o'tib olamiz. U kreativroq ko'rinadi, yorqinroq. Hamda imkon darajasida kanalning nomini biriktirib ketgani yaxshi. Videoni ichki qismiga yozib ketgan yaxshi. Ham o'ziga yarasha effekt beradi. Xo'p, nostalgiya so'zidan foydalanamiz va obloshkasini belgilab olamiz. Eng kulminatsion kadrni o'zimiz shunday deb topgan kadrni belgilab obloshka qilib olamiz videoga. Qarabsizki, belgilab olish natijasida videomiz kirmagan holatda ham kreativni ko'rib, o'ziga jalb qiladi prosmotrlarni, ya'ni kuzatuvchilarni. Hop. Biz o'zimizga topdik kerakligini va shu yerda ham jonli effektidan foydalanamiz yorqinroq chiqish uchun. Hashtaglarni kiritib olganimizdan so'ng video yuklanmoqda. Uni to'liq yuklangandan keyin ham yoki undan avval ham mana bu Telegram kanalimizda ko'rsatilgan tayyor ChatGPT yordamida tayyorlangan hashtaglar bilan hashtaglarni tavsif degan joyga kiritib o'tamiz va pastida tag kiritish degan joyiga ham o'sha taglarni kiritib chiqamiz 5 ta. Uni qo'lda kiritamiz, ammo hop, qarabsizki, video yuklandi, tavsifi ko'rildi va birozdan so'ng o'sha effektini ham alohida zapis qilib yukladik. Xullas, hozircha shu do'stlar, birinchi video yuklandi testoviy rejimda va effektini ham ko'rsatildi o'ziga yarasha. Obuna bo'lib qo'ying, bizdan uzoqlashmang.
Hop, podeshkada bo'lib tursangiz davom etadi inshaalloh. Hozircha shular do'stlar. Hammaga kattakon rahmat. Barchasini yozib bo'lganimizdan so'ng saqlash degan knopkani bosib qo'yamiz. Va bir bor ko'zdan kechirib qo'yamiz. Mana do'stlar, barchasi aktivniy holatga o'tdi. Endi do'stlar, barchasi tayyor bo'lgandan so'ng YouTube'ni o'zib o'tib olamiz va ilk videoni yuklab ko'ramiz do'stlar.
Mana hozircha analitika bo'limlari ochilganimda hamma joy 00 turibdi. Sababi hali hech qanday video yuklanganicha yo'q. Undan avval do'stlar, tavsifini o'zgartirib ko'rishimiz mumkin. O'zimizga yoqadigan va kreativniyroq qilib, ya'niki nima deydi? Ko'zga tashlanadigan va boshqa shaklda qilib olishimiz ham mumkin. Orada birinchi videoni yuklab testoviy rejimda, ya'niki o'sha sinov asosida yuklab ko'ramiz. Effekti qanday bo'lishini bilishlik uchun albatta. Buni ushbu videoni yuklash jarayonini ko'rsatish bilan bir qatorda hop bunga o'sha kanal uchun qo'yilgan nomni imkon qadar har bir videoning ko'zga ko'rinadigan joyiga joylab borishingizni maslahat beramiz. Sababi kanalingiz sizniki ekanligi bilinib turishligi uchun nomini ham nostalgiya deb nomlab qo'ya qolamiz va videoning eng kulminatsion nuqtasiga o'xshash yoki bir shunaqangi nuqtasini topib o'zimiz uchun, misol insonni ko'rishga majbur qiladigan darajada jalb qilishga qodir bo'lgan sahnasini topib, uni obloshka sifatida tanlaymiz, videoning ustidagi rasm sifatida va uni qoldirib galочкani bosib qo'yamiz va qarabsizki, obloshkasi tayyor va keyingi jarayonga o'taveramiz. Jonli degan filtrga o'tkazib qo'yamiz. Bu yorqinroq ko'rsatib beradi. Hashtaglarni yozib olamiz. Bir qancha qidiruvlarda eng topiviy bo'lgan, ya'niki eng ko'p ishlatiladigan hashtaglarni. Yana bitta narsa, bunday hashtaglarning to'plamini Telegram kanalimizda o'sha abadiy talaba havolasi ostidagi Telegram kanalimizda qadab qo'yilgan xabarlar orasida turgan. Buni bemalol olishingiz mumkin. Olib o'sha bemalol foydalanishingiz mumkin har bitta video uchun va hozir birozdan so'ng ko'rsatib o'tamiz u yerini ham. Hop, shu biz doimiy foydalanadigan hashtaglardan foydalanishingiz mumkin. Effekti yaxshiroq bo'lishligi uchun albatta. Bularga TikTok video, TikTok viral, shorts, trend shorts, YouTube shorts, edit va obuna bo'ling. Hamda har bir videoyingizda shu narsani hisobga olingki, kanalingiz nomini ham hashtag sifatida kiritib boring. Bu ham asqotadi. O'zida mana belgilab o'tdik buni. Telegramdagi o'sha aytilayotgan havola, hashtaglar to'plamasi, yig'indisini tayyor holatda. Xo'p, video yuklanishini kutib olamiz yoki shu holatda ham tahrirlash qilib turib tavsif degan joyiga kiritishimiz mumkin va tag kiritish degan joyidan donalab qo'lda yozib 5-4 ta eng aktual bo'lgan hashtaglarni, taglarni kiritib qo'ysak, zarardan, foydadan xoli emas albatta.